Ular ham xuddi men kabi. Men o'ylayotgan narsamni o'ylayotgan bo'lsa kerak. Agar men ikkilanishda davom etadigan bo'lsam, oxir-oqibat men mutlaqo yutqazaman. Men bilmayman Jennifer kimni chindan ham yaxshi ko'rishini. U balkim barchamizni yaxshi ko'rar yoki-da hech qaysimizni. Balkim u hattoki ayolshunos bo'lishi ham mumkin, lekin baribirga ham men uning yonida turaman. Oxirgi qarorini aytgungacha. Yaxshi, qani endi bu holatni bas qilaylik. Men tushunamanki, ayollar har doim o'zlarining karyeralarini juda ham yaxshi rivojlantirishlari kerak va o'zlarini ham o'stirishlari kerak. Siz qanchalik mustaqil va go'zal bo'lsangiz, qolganlar uchun ham sizning qadringiz oshib boradi. U haq. Shunday ekan Jenniferga yordam beraylik. Toki biz ishlab topgan pul Jenniferga kerak darajada bo'lib qolsin. Salom, mening familiyam Linder va boya qo'ng'iroq qilgandim. Raqamimning oxiri 8917. Siz menga sizga berilgan qutimni bera olasizmi? Yaxshi, biroz kuting. Bu sizning jo'natmangiz. Istasangiz buni sizga ochib beraman. Yaxshi, rahmat. Shu tong, hozirda hamma joyda birdan muhim xabar yangramoqda. Huayin o'zining press konferensiyasida juda ham mashhur va muhim bo'lgan bir xabarni ochiqladi. Uning kompaniyasiga 100 milliard investitsiya qilinar ekan. Bu narsa yarim soat oldin e'lon qilindi. Huayin bu haligi ayol emasmidi? O'zining yomon xarakteri bilan mashhur bo'lgan. U yana nima qaytib keldimi? Va unga kimdir 100 milliardni investitsiya qilishi bu yolg'onga o'xshaydi. To'g'ri, unga kimdir shunchaki investitsiya qilish qiyindir, lekin uning yigiti bor. Va uning yigiti juda ham boydir. Boy yigitmi? U kim bo'ldi? U janob Yandir. U bu kompaniyaga 100 milliardni investitsiya qiladigan bo'ldi va buning ustiga Big TV platformasini ham o'sha kompaniya bilan shartnoma qilishga undadi. U chindan ham janob Yanmi? Men uni bir marta ko'rgandim. U qaysidir bir streamerga mingta raketani yuborgandi. Ha, bu o'sha. Siz chindan ham omadlisiz. Bizga bu odamlar uni chindan ham yuzma-yuz tugul, hattoki telefon orqali ham ko'ra olmaymiz. Jennifer, bu chindan ham Jennifer va bu safar 100 milliardni investitsiya qildi. Men bularning barchasidan judo bo'ldim. Shanxay shahri, moliyaviy markaz. Bu sababsiz, bu yana o'sha Yan. U chindan ham menga shu qadar qarshilik qilmoqchimi? Men Huayin bilan deyarli kelishgan edim, lekin u oraga siqildi va Huayin boshqasini tanladi. Bu xuddi mening yuzimga tarsaki urgandek bo'ldi. Janob Lin, iltimos, tinchlanib oling. Men allaqachon o'sha janob Yanni kim ekanligini bilish uchun bir odamni yuborganman. Huayin, aynan orqangda o'sha Yan turibdi. U senga Van Xuni va Feng Jingyuanni sindirishga yordam berdi, to'g'rimi? Afsuski, ularning ikkisi ham men o'zim o'stirgan itlarim edi. Bundan boshqa narsa emas. Xitoyni Liolas ancha yillardan beri boshqarib keladi. Men xohlagan narsam albatta meniki bo'ladi. Men siz kabi boy odamlardan Yanzon haqida so'rab chiqdim va ularning hech qaysi biri bu ismni tanimas ekanliklarini aytishdi. Bu juda g'alati. U yigit aynan qayerdan kelib chiqqan? Nima u birdaniga osmondan tushib qolganmi? Lin Chao, xavotir olmang. Uning o'tmishida balkim uyatli bo'lgan holatlar bo'lgandir va u buni yashirmoqchi bo'lgandir. Xavotir olmang. U hech kimdir. U bor yo'g'i mahalliy boy. Mahalliy boymi? Bu sening fikringmi? Juda ham sodda. Mening yilli oilam film industriyasida anchadan beri turibdi. Bizning ishlaydigan kompaniyamiz bu olamning tayanchini tashkil etadi. Uning mablag'i bor, tanishlari bor va u boy. U chindan ham bizning kompaniyamizga dushman emasmi? Yo'q, mening o'ylashimcha, u chindan ham o'zining to'liq zaifligini ochib bermoqda. U men bilan musobaqalashishga jur'at etgan ekan. Bu degani unda allaqachon reja bordir. Va men taxmin qildim. Uning asosiy maqsadi bu film industriyasiga taalluqli emas. Film bu uning uchun niqobdir.
Ustagi narsa esa turar joy binosi edi. Lisha, siz haqsiz. Men albatta kimnidir uning o'tmishini tekshirish uchun yuboraman. Yaxshi, sen nihoyat tushunding. Senga 3 kun muhlat. U haqidagi barcha ma'lumotlarni menga yetkaz. Men o'sha yanni qanday inson ekanligini bilmoqchiman. Akajon Yuan, iltimos, sho'rvangizni iching. Oho, akajon Yuan, siz yana o'tdingiz. Lali, sen 3 kundan beri menga g'amxo'rlik qilyapsan. Men bu payt davomida faqatgina o'yinlarni o'ynadim. Sen bundan zerikmadingmi? Senda bundan e'tirozlar yo'qmi? Bunga 3 kun bo'ldi. Sen har kuni kelasan. Bu yerni tozalaysan, pishirasan. Yo'qlarga ovqatlarimni tayyorlab berasan. Va kirlarni yuvishda ham yordam berasan. To'g'risini aytadigan bo'lsam, mening tuqqan onam ham menga bunchalik g'amxo'rlik qilmagan edi. Bu sizning uyingiz. Siz o'zingiz istaganingizni qila olasiz. Nega men sizdan e'tiroz bo'lishim kerak? Bu degani men unchalik ham intiluvchan bo'lmagan va faol bo'lmagan. Dangasaman deganimi? Bu qanday bo'lishi mumkin? Siz intiluvchansiz. Bir necha kun oldin sizning darajangiz 700 edi, hozirda esa bu 9800. Umrim davomida siz kabi ishtiyoqman yigitni ko'rmaganman. Jinorson odatda qizlar yigitlar o'ynayotganda bu narsani yomon ko'rishar edi. Men ham buni istadim, lekin u meni bu qilgan ishim uchun rag'batlantirdi. Bu haddan tashqari. Akajon Yuan, tashqariga chiqyapsizmi? Men ham siz bilan borsam bo'ladimi? Hozir vaqti emas. Mening biznes bo'yicha o'z suhbatim bor. Yaxshi. Ehtiyot bo'ling. Bular erkaklarda har doim o'zining shaxsiy hududi deb ataladi. Ular o'zlarini jiddiy tutish orqali orada masofa yaratishadi. Lekin bu narsa yana ham hissiyotlarni kuchaytiradi. Tinchlik barcha narsani yuzaga olib chiquvchi narsadir. Va bu narsa mening noyob strategiyam. Oxir-oqibat meni sevishni tan oladi. Va u menga bog'lanib qolgan ekan. U keyinchalik meni tashlab keta olmaydi. Men albatta bu tanlovda g'olib chiqaman. Nega bugun hamma juda ham jonli ko'rinadi? Nimadir bo'ladimi? Xabarim yo'q. Balkim juda ham muhim bo'lgan odam kelar. Men eshitdimki, bugun bizning kompaniyamizning eng katta investori kelar ekan. Va bizning direktorimiz Ga Huayin ham uni kutib olish uchun pastga tushar ekan. Investor yetib keldimi? Va bu esa Ga Huayin xonim. U nihoyat yetib keldi. Janob Yan, siz nihoyat yetib keldingiz. Ga Huayin, sen juda ham katta bo'lgan mashhur yulduzsan. Meni kutib olish uchun shaxsan pastga tushishing bu juda ham o'zgacha narsadir. Siz baribir ham bizning eng katta investorimizsiz. Va bu kabi narsalar siz uchun arzimas narsadir. Yaqinda bildimki, Chinyan qachonki menga yaqin bo'lganida, men uni har doim yaxshi ko'rishni boshlayapman. Uning yonida bo'lish har doim menga himoyalanganlik hissini beradi. O'ylashimcha, men chindan ham uni sevib qolishni boshladim. Salom menejer Yan. Bizning Huayin film televideniya kompaniyamizga kelganingizdan bag'oyatda mamnunmiz. Bularni ham sen rejalashtirdingmi? Bular juda ham ortiqcha. Keyingi safar bularni qilma. Tushundim, muammo yo'q. Demak, siz kamtarlikni yaxshi ko'rasiz. Lekin bu odam juda ham o'zgachadir. U bularning barchasidan mazza qilmoqda. Lekin o'zini xuddi bu narsalarni unga yoqmagandek ko'rsatishga harakat qilyapti. Buni uning yuzidan ko'rsa bo'ladi. Hozirgi yig'ilishimizga asosiy sabab bo'lgan narsa bu bizning narxi milliardlik bo'lgan yangi film kompaniyamizning bo'lg'usi qurilishi joyi haqida qaror qabul qilish haqida bo'ladi. Men tanlagan narsa shaharning birinchi mavze qator chizig'idir. Agar biz bu yerga quradigan bo'lsak, biz odamlar va sheriklarimiz uchun juda ham qulay bo'lgan joyni topgan bo'lamiz. Shaharning birinchi qator mavzesi. U yerdagi yer narxlari juda ham qimmatdir. Shunga nega biz shaharning ikkinchi qator mavzesini tanlamaymiz? O'ylashimcha, u yer bizga juda ham mos keladi. Yo'q, o'ylashimcha biz bu narsalarning barchasini shanun joyga qurishimiz kerak. Chunki bu narsa bizning kompaniyamizni ochiq tabiatga yaqinroq qiladi. Bizning filmlarimiz uchun ham oddiy va tayyor joyga aylanadi. Xo'sh, janob Yan, nima deb o'ylaysiz?
Qaysi birimizning tanlovimiz sizga yoqdi? Bizga ayting. Menmi? Chindan ham mening fikrim tushunchalik. Juda ham muhimmi? Albatta, siz bizning investorimizsiz. Siz juda ham muhim odamsiz. Bizlarning barchamiz aynan siz uchun ishlaymiz. Yaxshi, undan so'ng agar tanlash menga bog'liq bo'lsa, bu fikrlarning barchasi unchalik ham to'g'ri kelmaydi. Unday ekan shu yerni tanlaymiz. O'sha yermi? Tayman shahrimi? U yerda hech qanday narsa yo'q. Aholi juda ham kamdir. Aeroport ham yo'qdir. Va universitet ham. U yerda hech qanday potensial yo'qdir. Nega yerni tanlayapmiz? U yer arzimagan joydir. Chunki bu yerda hech qanday potensial yo'q. Bu degani u yer juda ham arzondir. Biz bu imkoniyatni ko'rishimiz mumkin va o'zimiz uchun ishlatishimiz mumkin. Janob yerning fikrini endi tushundim. Bu uning pullari va biz bu pullarni u qanday xohlasa shuni ishlatamiz. Lekin Tayman shahri juda ham uzoqdir. Shundan ham janob endi bundan tashqari boshqa fikrlar yo'qmi? Uning fikri bizga qaraganda ancha yomonroqqa o'xshaydi. O'zim ham bilib turibman. Tayman, men tug'ilgan shahar. U nima keligini men yaxshi bilaman. Bu yuzlar bularning barchasi barbod bo'ldi. Hozir oldinga payg'ambar Iso kelsa ham u bu narsaga yordam bera olmaydi. Afsuski, sizlarning fikrlaring ham juda ham zo'r edi. Ularda potensial bor edi. Lekin menga kerak bo'ladigan narsa bu. Pulni ishlatishdir. Bu narsa esa bunga yordam beradi. Maqsad qabul qilindi. Yuzlarning barchasi Tayman shahriga investitsiya qilinadi. O'ylashimcha, Chen Yuan'da 90 milliard dollar bor. Bu yerda esa 100 milliard yuan bor. Pul birligi boshqa. Men kutgan edimki, bu yig'ilish biz uchun ancha vaqtimiz oladi deb. Lekin biz juda erta tugatdik. Ha, chindan ham men birinchi marta ko'ryapman. Shuncha yillar davomida birinchi marta yig'ilishlar juda ham tez tugashi. Bu hissiyat xuddi yuzlarning o'rniga ming yuanni investitsiya qilish uchun yig'ilgandek bo'ldik. Bu bizning yangi menejerimiz uchundan ham dahomi yoki shunchaki o'zini qo'lga ololmaydigan bilimsiz iblismi? Biroz vaqtdan so'ng ularning barchasi bu pullarning barchasini yo'qotishadi va bundan so'ng u va ular menga yordam so'rab kelishadi va men ularga yordam beraman. Bu qo'shimcha hissiyotlarni olib keladi. Video chaqiruvmi? Zauyuqi, video chaqiruv. Chen Yuan, men sizga avval bir narsa haqida gaplashib olishimiz kerak degan edim. Shundan keyin hozir video chaqiruv orqali buni hal qilib olaylik. Sizning vaqtingiz bormi? Voy, siz nega hozirda ko'chadasiz? Siz bu narsaning muhim ekanligini unutdingizmi? Barchasinimi? Buni qanday unutishim mumkin? Men shunchaki tashqariga chiqqandim. Chunki tashqarida signal juda ham yaxshi oladi. Ichkarida esa uzilib qolishim mumkin. Narsa men deyarli bu narsani unutay dedim. Yaxshi, men sizga to'g'risini aytadigan bo'lsam, hozirda bizning kompaniyamizga juda ko'plab odamlar qiziqib bormoqda. Va bu narsa bizga foyda olib keladi, lekin hozirda bizga juda katta muammo tahdid solmoqda. Bizga keluvchi miqdor va biz to'lovchi oylik, bularning barchasi bir-biriga to'g'ri kelmayapti. Bu yilga emas, bu balki 30-70 dir. 30% keluvchi, 70% chiquvchi. Va bizning moliyaviy bo'limimiz hozirda hisoblab chiqdiki, bu kabi chiqimlar oxir-oqibat bizning kompaniyamizni bankrotga olib keladi. Va to'g'ri, hozirda biz 50 qilib to'lamoqdamiz. Ya'ni streamerlarga qancha tanqid qilinsa, bularning barchasi ularga beryapmiz. Lekin bu narsa oxir-oqibat bizning kompaniyamizni bankrot qiladi. To'xta, hozir nima deding? Qulaymizmi? Ha, bizning kompaniyamiz allaqachon hozirda kritik vaziyatda. Hozirda biz juda ko'plab mablag'larni yutqazib bormoqdamiz. Va bunga bo'shlig'isi juda ham kattadir. Kritik vaziyat. Buni ishlab turish juda ham qiyindir. Pulni yo'qotishmi? Men buni yaxshi ko'raman. Juda ham. Xo'sh, agar biz hozirda to'lov tizimini shunday qilsa qanday bo'ladi? 82% kompaniya uchun, 8% esa kompaniya a'zolari uchun, qolgan yana 20% esa kompaniyaning ishchilari uchun. Biz bu platformani kengaytirmoqdamiz va bizga juda ko'plab ayollar kerak. Bunga nima deysizlar? Matematika ishlamay qoldi. Bu kompaniyani sotib oldim va uni yurgizishga qaror qildim. Buning uchun sabab esa men juda yosh qizlarni o'zining qobiliyatlarini ochib berishga va ular uchun dunyoni ochib berishga qaror qilganman. Bularning barchasi uzoq yo'l va qiyin harakatlarni talab qiladi. Xo'sh, bu kabi strategiya ko'plab odamlarni o'zimizga jalb qiladi. Va bu narsa bizni ishchi bozorida juda ham o'zimizni ko'rsatib beradi.
Bundan xavotir olmanglar. Menda juda ham ko'pdir. Ularning barchasi shudir. Men barcha aytadiganlarimni aytib bo'ldim. Rozi bo'lgan rozi bo'lsin. Xohlamaganlar aytsin. Sizning akkauntingizga 5 milliard o'tkazib berildi. Iltimos, ko'rib chiqing. 5 milliardni juda tez o'tkazib berdi. Yutqazish. Menga katta va ko'p yutqazishlarni beringlar. Qachonki shunday bo'lsa, men shu qadar pul ishlab topaman.